Assalomu alaykum akvarium balqishbozlari. Ismoil akvariumlari kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun 8-yanvar. Havo harorati 25,6 daraja illiqli, 44% namlik, kechki 9:28. Kech tushdim. Bugun video joyladim, kattaroq video joyladim YouTube'ga, shuni hisobiga sekin zagruzka bo'ldi. O'shani hisobiga kech qolib ketdim. Bekor vaqt o'tkazmadim, ovqatlandim hamda tepadagi giperoza bluzer mobalani krevetkalar bilan ovqatlantirdim hamda hozir yangi bensha oila olganman. Yosh oila chiqarmoqchiman to'g'rirog'i. O'shalarni midi bilan boqqandim, o'sha midi ortib qoluvdi. Bo'tti tanganikalarga beramiz. Bugun ertalab ham video qilganman ovqatlar to'g'risida. Xudo xolasa u ham ertaga joylasam kerak. Bir-biriga qilib. Birinchi filtr o'chirib ola qolaylik. Endi tanganiki balular sekinroq harakat qiladi. O'chirib qo'ygani yaxshi. Filtr o'chirib talab qilganimga sal cho'chib qoldi. Mashalloh, nima go'zallik bu. Ne unaqa chiroyli ekan bular, ranglarni qaranglar. Qoramisan, qorada. Mana yulduzchalari necha boqaman yaltirashing mana. Mana karkidon bilmayman qanaqa go'zallik, bu burni shunaqa bo'lib qoldi. Gap yo'q lekin. Juda yoqadi. Mana bularga ham beramiz. Apelsin, o'tda. Boshqalarga qo'rqmanglar kelinglar. Mana mobani bolasi katta bo'lib qoldi, bu ham bir 6-7 sm bo'lib qoldi. Taxminan 7 bo'lsa kerak. Nima bo'ladi? Tez o'sar ekan mobani bolasi, yaxshi boqilsa. Menda mobani bolasi endi mana birinchi marta chiqishi. Xudo xolasa o'sish yaxshi. Bu midye dengiz mahsuloti, krevetka emas. Tanganikani iloji bo'lsa yaxshi midye bilan qaynatilmagan, faqat tozalangan, muzlatilgan bo'lsa, qaynatilgan bo'lmasa, krevetkani xuddi shunaqa. Pishirilgan bo'ladi asosan, tozalanganlari, unaqasini olmaylik, iloji bo'lsa o'sha ustida tozalanmaganini olinglar ustida o'sha chishuyalari bo'lsin-da. Shokoviy zamorozka bo'ladi. Bo'lmasa tozalanganlari ko'pi suvda pishirilgan, tuzlab, spetsiyalar qo'shib pishirilgan bo'ladi ziravorlar bilan. O'shani hisobiga ular qayta yaxlatilgan, yana xudo biladi, u magaziniga kelguncha necha marta erib yaxlagan, aynib qo'ygan bo'ladi. Xullas kalom, balular yemaydi uni yaxshi. O'sha xomini yaxlatilganini olib to'rab bersanglar, balular yeydi. Ko'plar frantozalarim o'sha ayniqsa korzinkadan olamiz, anaqani dishadi, oti nima edi? Krevetkani yemaydi dishadi. O'sha korzinkaniki o'sha ayniqsa pochkaliklar shunaqa yemaydi ularni. Sababi shu, suvda pishgan bo'ladi. Shuni hisobiga yemaydi. Lekin maslahat beraman, mana shu anaqa olsanglar, o'zi pochkasi 1,5 kiloliklardan olib qo'ysanglar ham ancha ketadi. Faqat tanganikani o'zini boqsanglar ham. Tanganikani boqaman hamda oilalarni boqaman. Endi mana astatkasini nima qilamiz? Mana bularga berib yuboramiz-da endi mana. Mana retrobillarga astatkasini berib yuboramiz. O'zi hech qancha qolmadi, endi kam qoluvdi ana. Ham yo'q tashashdi. Xo'p. Bular ham salkam yeb bo'pti. Kaluslar ham yeyapti. Xudo xolasa mana tepalarini kecha yuvib qo'ydim. Bugun suvi kechani o'zida suv o'zgardi, shaffofligi. Toza bo'lgandan keyin nur
to'liq o'tadi, shaffof ko'rinadi. Ikra aytgancha mana. Ikralarning holati qaysidir mana benshani ikralarida ba'zi birlarida dumlari chiqib qopti kallalari bilan. Kecha yo'q edi. Hop, 2 tami, 3 ta oqargan ikra ko'raman. O'shani olib tashlashim kerak. Bo'lmasa orasida qolib ketsa mo'g'allaydi, ustidan narsalar o'sish boshlaydi. Butun ikralar ham o'sha mo'g'allaganga yopishadi, keyin ana mo'g'ari u toza rivojlanayotgan yaxshi ikrani ham o'ldiradi. Shuning uchun ochib tozalab turish kerak. Xudo xolasa hozir men kichkinalarimga, nari kichkinalarga kechki ovqatlarini beraman-da, kichkinalarni yaxshi boqish kerak. Aytgancha Artemiyam ham pishib bo'lgan. Endi xafa bo'lmaysizlar, o'zi ochilgan deyman, pishgan deyman, endi o'zimga moslab endi bilmadim, shunaqa o'rganib qo'yaman. Qaynataman deyman, bulqillataman deyman, pishgan deyman, xullas qopqog'ini yopib qo'yaman, sababi ana sho'r suvda bu. Hamma yoni sho'ralatib havo pufaychalari portlaganda hamma yon sho'ralatib dabdala qiladi. Ozgina tomganning o'zida mana sho'r bo'ladi, tuz bo'lib qoladi. O'shanga bo'limini olib qo'ydi, sekin hozir tinadi. Chiroqni bundoq yaqin qo'yib qo'ysa, mana shu chiroqga hammasi yig'iladi. O'zi mana oranjiy bo'lib turibdi. Chexollari, ya'ni o'sha tuxumini chexollari o'sha yengil bo'lgan hisobga tepada yig'iladi. Ochilgan artemiyalar chiroqni pastga qaratib qo'ysanglar, hammasi pastga tushadi-da. O'shanda ana suzib olinadigan shlankani o'sha tagiga tushirib qo'ysam, tog'orachada o'sha anaqa bo'ladi. Sachogi bo'ladi, sachogiga o'zi oqib tushaveradi. Hop, mana shlankamiz. Uzun, ozgina videoni shundoq boshlab yubordim, hech narsa anaqa o'tirmadim. Hop, sachok tursin deb shunaqa baklashga kesib qo'yganman. Endi o'zi tursin deb sekin aniq qilinadi. Ana nima so'ladi ana. Odam o'ziga sharoit yaratadi-da, osonroq bo'lsin deb. Bitta narsa aytmoqchi edim, mana shu artemiyani suzayotganda bir selib hamdaqimda shlankani tiqqaninglarda chetlariga ana tuxumlar yopishib qoladi. O'shunaqa narsa bo'lmasligi uchun shlankani uchini qo'llab turib tiqsanglar, o'shanda tuxumlar yopishmaydi. Shunda ochib ketadi. Top-toza shlanka ichigariga tushadi. Bo'lmasam quruqligida tiqsanglar, butun usti mana ustidagi musor tuxumlar yopishib qolib, tagigacha tushadi-da. Yana ozgina aralashib ketadi toza artemiyaga. Shunaqa bo'lmasligi uchun qo'llab olishni maslahat beraman. O'zim shunaqa qilaman. Hop, butunguncha har xil ovqatlardan maydalab qo'yaman endi. Maluklarning ovqati emas. Boqib turamiz ungacha baliqlarni. Bularga beramiz. Bular mavlanalar o'tdi. Bu tip baliqlarga ham beramiz. Bular ko'proq berish kerak. Bu yerda mubunalar. Yellow, 5 color, qora aki. Yo'q, 5 color dedim, uzr. Yellow, snejinka, qora aki, ko'k aki, kobe. Hop, ozgina demason bor. Hamda King Puma Red. Mana shu porsiyani bersa, tapir tozalashadi. Bu yoqda 5 color o'tiribdi. 5 colorlarni u yoqqa boksga razmeri to'g'ri kelganda ko'chirish kerak. Ketdi ovqat yeyishi maza qilyapti, xudo xolasa. Endi Belgiyadan kelgan spirulina ovqatim bor. Mana belgiyskiy, o'zi razmeri ham mayda. Ustiga spirulina yozib qo'yganman mana. Belgiyskiy. Buni hammaga beramiz. Bular ham gap ochig'i kelgan odamlar razmeri kichkina bo'lsa ham yoqqan balonlarni terib ketishdi. O'zi bu yerda kamayib qoldi. Asosan
Red Dragon orxideyalarni hammasini terib ketishdi. Hammasini emas, orxideyalar asosan platinalari qoldi. Platina orxideyalar mana bunaqa. Rozviy ham dishadi. Mana bunaqa rozviy ham dishadi. O'shalarda bor, qizillari hozircha bor, kam, kichkina mana bunaqa. Qizillaridan kam qoldi. Shu maydalarni ham terib ketish sanoqli qoldi desa ham bo'ladi. Xudo xohlasa bular ham chiqib qoladi. Endi sotilmaydi. Endi sotadigan bo'lsangiz, nech puldan sotasiz? Qachon sotasiz shuni? 4-5 sm bo'lganda sotaman. Shunaqa 20-25 ming desam, narxini kelishib, xullas boshqa balolarga qo'shib olib ketishdi. Shunaqa. Hop, endi mubunalarni boqamiz. Mubunalarimiz bu o'sha mubunalarga o'sha o'txo'rlik kiradi. Yellow, kobe, snejnika, ko'k aki, qor aki. Mana. Spirulinani mazza qiladi bular, ayniqsa o'txo'rlar juda sevadi spirulinani. Ancha aktivlashib qolishdi. Hozir mana bular ham yeb yotibdi. Ertalabki videoda ertaga qo'yganimni ko'rasizlar. Mana shularga chips berdim. Suvi xuddi shunaqa tiniq edi, chunki bir kun oldin suv almashtirganman 7-kech payt. Mana chipsdan keyingi holat mana xira bo'lib qoldi. Telefonda bilinmayapti, lekin xira mana filtr ham tiniq ko'ryapti. Telefonda o'zi xiraroq. Mana bu mana tiniq. Bu xira. Tetra chips juda suvni mutni qo'ryapti deb aytdim. Mana isboti. Filtr shuni ham eplolmayapti, yo'qoch. Yo'qoladi bu endi ancha vaqt ketadi. Hozir baluli yegan ovqatini ham hazm qilib chiqargan mana. Hali bular ham o'sha chiriydi, rang chiqaradi. O'zi ovqatni nagruzka o'sha anaqasini ketqiza olmasdan, ketkizmasidan o'sha axlatini anaqasini ham ketqizish kerak o'zi zaharini. O'shaning uchun ovqatni me'yorda berish kerak. Endi baloni soni ko'p bo'lgandan keyin ko'p beriladi-yu, iloji yo'q-ku. Chips suvni yomon qo'ryapti deb aytmoqchi edim. Mana kech-kecha hali o'ziga kelmagan. Bo'lmasa suvi qanaqa tiniq edi. Juda ham tiniq edi. Xudo xolisa. Shu. Bularimizga ham mana beramiz. Spiruli. Belgiyadan kelgan buni, ana probni pochkada kelgandi. O'sha paytda pochkasi bilan olgan edim. Mana shu yeyman, spirulini. Keyin color degani bor, rangini kuchaytiradigan, tabiiy o'sha rangini kuchaytiradigan narsa qo'shilgan. Uni yaxshi yeyishmaydi lekin. Mana shu spirulinani yaxshi yeyishadi. Keyin aytgancha balular oilasini tepasida mana bilsanglar, hammasida atsadnik turadi. Mana bunaqa. Mana shu atsadnik bo'lgan. Qanaqa qilibdir atsadnik ovotganimdan bir nima qilganda maluk chiqib ketgan ekanda. Mana bu filtr ichiga mana sam tarafga mana shu balu katta bo'ldi mana. Mana shu balu mana shu katta bo'ldi. Razmeri taxminan 4,5-5 sm bo'lsa kerak. Mana shu o'zi o'sdi mana shu. Bulardan qolgan qutga ovqatlash filtrga tushgan paytda o'shalarni yeb mana katta bo'ldi. Endi qovursin. Ozgina o'ssa, bu yoqqa qo'shib yuboraman. Shu yerda keyin katta bo'ladi. Mana dominantni samets. O'ta go'zal, ko'rib turibsizlar, juda chiroyli baliq. Baliqlardan juda yaxshi ko'raman. Qanotlarini ochilib turishiga, rangini ko'kligiga, belida sarig'i plavnik, grudnoy plavnik o'tganiga sarig'i juda ham yaxshi ko'raman. Hop, xudo xolisa filtrini yoqamiz. Midiyani yeb tozalab bo'lishdi. Bularga ham ovqat berish kerak. Bularga ham spirulini to'kib yuboramiz.
ozgina ham benchilagan beramiz. Mana chochilib ketdi suvini. Terib yeyishyapti. Chiroyli proses deydi-yu. Endi sizlar balonni soni kam boqasizlar, havaskorlarni aytayapman. Endi uyingizda bitta o'zingiz uchun balon boqsanglar, baliqlarning soniga qarab ovqatinglarni normada berishingiz kerak, ortiqcha berishingiz kerak emas. Mana bunaqa tenglarda yotish kerak emas. Tushsa bo'ladi tegiga. Uzog'i 5 minutda qolish kerak emas-da ovqat. Chunki ovqat 5 minutdan keyin ivib, mazasi suvga tarqab ketadi, o'zi qurib, odam uchun bir qog'oz yegandek bo'ladi. Baliqlar ham o'sha yemaydi o'sha narsani. O'sha bemaza bo'lib qoladi, to'g'rirog'i, ham ishib ketadi, hamma o'sha mazalari suvga tarqab ketgandan keyin bunaqa yemlarni yeyishmaydi. Hozir mana o'sha tozalab qo'yishyapti, bora-bora mana tozalab qo'yishyapti. Qolmaydi bu, 5 minutga ham bormaydi. O'sha ovqat bersanglar, baliqlarni o'sha yeya olishini, porsiyasini moslab beringlar. O'shanda filtrga nagruzka bo'lmaydi, suvingiz toza turadi. Ovqatga ham bog'liq, ana chipsni ko'rsatdim misol. Xullas, baribir shu narsalarga e'tibor berasizlar. Akvarium sizlarniki, baliq sizlarniki, o'zingizlar ozgina akvariumlarni o'sha filtrlarni imkoniyatiga qarab o'sha ovqatlarini to'g'ri porsiyada berishinglarni maslahat beraman. Hop, mana bu artemiyamiz tayyor. Ham axlatlar mana tepada. Bu tuxumlarida ochib chiqqan mana artemiyalar mana oranjiy bo'lib suzib yuribdi. Mana. Hop, buni suzamiz. Har doim men buni ham qo'llab yuboraman. Sachogini. Hop. Shlankani qo'llash kerak deb aytdim mana. Uchini ozimga sog'olaman buni uchini, bir yog'ini. Чтобы ozgina suv ichida qoldiraman-da, churishdan oldin shu suvni men bitta tomchilatsam ochiladi. Darvozani ochaman-da. Shunaqa deylu. Keyin shlanka kirib ketadi. O'shanda ustiga musor yopishmaydi, mana hozir ko'rasizlar. Ko'rgan bo'lsanglar, musor tushmadi. Hop. Hop, shlankani mana fiksirib qo'ydim zajimga, qisqichga. Hop, shlankani uchi mana shu turibdi, chiroqni oldida, bonkani tagida. Hop. Bu yog'ini ham zajimga fiksirib qo'yganman. Mana sovoladigan idishim, qoshig'im tayyor. Men uchini so'rib tushirib yuborsam bo'ldi. Ketdi, artemiya tushib boshladi. Mabodo sachok to'lib toshib ketishi boshlasa, muammo emas. Shunday uchun yopib turinglar yoki uchiga qanaqadir kran qo'yib qo'ysanglar, kranni ham yopib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunaqa kranni qo'yib turib, endi yopib ochib yurib o'tirilmaydi. Men to'lib ketsa, mana shu holatda shunday yopaman, bo'ldi. Suv tushgandan keyin ozgina keyin men bu idishchaga suzib olaman. Men bu idishni ham bonkaga qaytib to'kaman-da, to'kayotganda sachog'ini o'sha suzib bo'lganimdan keyin sachog' orqali bonkaga qaytib to'kaman, keyin bonkani suvini to'kib yorib, yangi zapravka qilib qo'yaman. Bu yerga hozir mana ko'rdinglar. Ozgina to'kilib ketdi artemiya, bu yerga ham artemiyalar tushadi, mana jibrlab yuribdi. Shu holatda mana shu idishchaga shu plasmas qoshig'imda yig'ib olaman. Hop, kamerani chap qo'limga oldim, men bundan siqib turdim, mana toshib ketish boshladi. Ozgina xiyar suv bilan qo'shib olinsa, ko'p suv kerak emas. Artemiyalar cho'kib ketadi, xolodilnik turganda o'lib qoladi. Aytganman, xolodilnikda menda artemiya 3 kungacha tirik turibdi. Faqat o'sha suvini me'yorini to'g'ri qilishingiz kerak. Ko'p bo'lsa teg yig'ilib qoladi artemiya. Aylanmagani hisobiga cho'kib o'ladi. O'shaning uchun nomiga anaqa quygan bo'lmasa, suvi ham mana
shunaqa holatda men qoldiraman. Noqisa mana anaqani sachoni chetiga ham o'zi suv tushib ketadi ortiqchada, o'zi zo'r proporsiyada suv ko'p ham kam ham bo'lmaydi. Mana chetiga bundoq oqizib yuboraman ortiqcha suvini. Shu o'qinga e'tibor bermaysizlar. Nasos yoqilgan suvniki. Mana endi svejiy, mana artemiyalar bilan boqamiz. Mana orxideya bollari bor. Qanaqa bu yoqqa qo'lim o'tar ekan, men bunisiga to'kib tura qolay. Voy, bu hamyon dabdala qildim. Mana bo'ladi. Noqib turinglar, oz bo'lagan beramiz. Mana orxideyalar bo'pti. Bo'pti. Mana idishda mana bensha bilan ko'k akilar kecha tushgan. Qo'yanni tegdigiga to'kib yubordim mana. Ishyapti. Bu idishlarga ham qo'ydim. Narigi idishlar hali kichkina. Ular yemaydi, ana tegdi yotibdi. Mavlanalarga ham to'kamiz. Bularga faqat filtrni o'chirib turamiz. Mavlanalar katta bo'lib qo'ygan, bular ko'proq berursa ham bo'ladi. Mana. Mazza qilib yeyishyapti. Soni ko'p bo'pti mavlanalarni. Bilmayman nechta. 3 tami, 4 tami oraluvda qo'yganman. 3 ta 4 ta oraluvda degani har ta oraluvda 2-3 ta samkani bolasi bor deb bo'pti. Razmeri to'g'ri kelsa qo'shib yuboraman, ular yeb qo'ymaydigan darajada bo'lsa qo'shib yuboraman bir-biriga. Bularga misol uchun hozir bular 2-2,5 sm atrofida bular yangi tug'ilganini qo'shsa bular yeb qo'yadi. O'sha razmeriga ham ahamiyat berish kerak. Maluklarni bir-biriga qo'shayotganda bo'lmasa endi ko'paygan balularni bularga qo'shib yuborsa yeb qo'yadi. O'shaning uchun o'shani ahamiyat berish kerak. Artemiya zo'r ovqat, mana ham top-toza bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar. Musori ham yo'q. Ko'ryapman mana. Musori ham yo'q, top-toza. Hamma musor mana tepada. Deyarli 100% ochib chiqadi. Shunaqa bo'lsa 100% dan bo'lsa kerak, tegida yo'q hamda musor. Hech ham menda musor qolmaydi mana. Bu endi ana chirkindalari bo'ladi, o'zini ana shlaklari, mana bu shlaklar. Tuxumlar mana bunaqa mana. Shu xudo xolasi bu ham bo'ldi. Ichida qolmadi hech narsa. Soat 10:30 bo'lib ketdi. Men hali endi artemiyani suzib, yangisini zapravka qilib qo'ydim. Mana yangi zapravka qilindi. Maluklarni boqib, deyarli hech narsa qilishga ulgurmadim. 10:30 bo'ldi soat. Idish tovalarini yuvib qo'ydim. Men bilan kecha ikra olov bo'ldim. Juda kech bo'lib ketganiga hozir anu inkubatorda 3 ta musorni ham, ikrani ham o'lganini olib tashlash kerak edi. Endi ikra kutib tursin. Inkubatorda naporda aylangan paytda anaqa qiladi. Chirigan ikra, o'lgan ikra anaqa qiladi, ortiq otilmaydi. Yengil bo'lib qo'yganni hisobiga tepaga suzib ketib qoladi. O'sha chirigani. O'sha paytda anaqa qiladi, otilmaydi. Sko'rishda yengilroq bo'lib qoladi. Tepaga o'zi ajralib chiqib turadi. Sal yana chirish boshlaganda teparoq suzib turadi. Asosiysi mana shu chetda aylanmay qolsa, shunisi yomon, sirazu mo'g'illab yonidagi butun ikralarni ham o'ziga yopishtirib oladi, ularni ham mo'g'illatib yuboradi. Buni ham qilishga harakat qilaman, qilmasam ertalab qilarman. Endi ertaga juma kuni ertalabda unaqa narsaga vaqtim bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Xo'p, sizlarga endi o'sha mana shu baliqlarni tutishimni protsessini o't uyda ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun videoni mana shunaqa
bu yoqqa yugurib olmayman. Sababi nima tayyorlayapman, nimalar olaman ko'ringlar deb, haftasi protsessini, hafta narsaga qancha vaqt ketadi, shu narsa bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odamlarga tushuncha bo'lsin, nima bilan to'qnash kelishini. Oson deb o'ylayapti haligacha ko'plar, ma'lum ko'paytirish bunaqa akvarium 15-20 ta qilib tashab, akvar balu ko'paytirib tirikchilik qilaman deyapti, lekin ba'zi bir narsalarni hisobga olishmayapti. Ba'zi bir emas, to'g'rirog'i ko'p narsalarni hisobga olishmayapti. O'shalarni mana ko'ringlar. O'shanga aytaman, shoshmanglar, eski bu akvariumlardan boshlanglar. Ana ortiqcha pul bo'lmasa, o'zinglarni qiynab katta xarajat qilib tashamanglar deb bekor aytmayman. O'shaning uchun keyin hafsalaylar pir bo'lib qolishi mumkin. Eski tuski akvariumlardan ham, 5-6 ta akvariumdan ham tirikchilikni boshlab tursa bo'ladi. Buni hech ham anaqa joyi yo'q. Biz ham shunaqa ozgina akvariumdan boshlab, keyin ko'zimizga yetgan sari kengaytirganmiz. Kengaytirganman, o'zimning nomimdan gapiring. Ko'pchilik nomidan gapiring. Boshqalarda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak, birdaniga hech narsa bo'lib qolmaydi. Ortiqcha pul bo'lsa ekan, bemalol uni qilib tashaversa bo'ladi. Pul seroq bo'lsa. Endi tirikchilik qilmoqchi bo'lgan odam ortiqcha xarajat qilgisi kelmasa kerak, menimcha. Ortiqcha pulga tushgisi ham kelmasa kerak, o'shaning uchun ozgina-ozginadan. Keyin ko'pligiga aniq qilaman, tavsiya qilaman. Akvarium bor, 5-6 xil oila tashamoqchiman deydi. 5-6 xil oila tashagandan ko'ra bitta dona bir-biri bilan chatishmaydigan yoki ikkita dona oila solinglar. O'sha oilani ko'proq qilinglar sonini. Qancha bitta narga 3 ta moda, 4 ta moda qilishadi. Ya'ni 4 ta 5 tali oila. Bunda arsimagan baliq chiqadi, bola chiqadi, baliq chiqadi, to'g'rirog'i. O'shanga bitta, ikkita narga kamida 10 ta, 20 ta moda qilinglar. 20 tali, 30 tali, 40, 50 tali oilalar qilinglar-da. Bitta dona akvariumda bitta dona oila bo'lsin, bitta xil baliq bo'lsin. Ana toza qonli baliqlar chiqaveradi. Toza qon deganda chatishib ketmaydi bir-biri bilan, ranglari oliy bo'lib. O'zgacha bitta xil baliq solsanglar, mana yellowni o'zini ham mana shu 350 akvariumga, 350 litrli akvariumga bir 50 tasini solib qo'yilsa, bir 5-6 ta nar bilan qo'ygan hammasini moda qilib yoki 10 ta nar bilan 40 ta moda qilib, mana sizlar rezultatni ko'rasizlar. Haftasiga necha yuz talab ikra olasizlar, bir oyda bilmadim bir ancha-muncha ikra olib qo'yasizlar. O'shanning o'zida bitta xil baliqning o'zini ham sonini ko'paytirib, narxini arzonroq sotsanglar ham bo'ladi. Sonini ko'pligini hisobiga. Yellowni xaridori bor, Snejinkaning xaridori bor, to'g'ri arzonroq baliq. Lekin boshlanishiga qilib ko'rishga maslahat beraman. Bunaqa baliq bo'lmasa ham boshqa luboy baliq, leopard qilib ko'ringlar, kadanga qilib ko'ringlar, aluni karani qaysi bir turidan qilib ko'ringlar. Lekin tirikchilik qilaman desanglar, katta oila qilishga harakat qilinglar. Unaqa 5-6 ta baliq bilan tirikchilik bo'lmaydi. U tirikchiliginglar bu yoqdan bolasini katta qilib sotguninglarcha unga yedirib qo'ygan ovqatinglarni, ketkizgan vaqtinglarni, keyin unga nima desa bo'ladi? Ishlatilgan o'sha xomashyo bo'ladimi, nima bo'lsa ham xullas xarajatini qoplash juda qiyin. Chunki bu baliqlarning bollari arzon turadi. 3-4 ta modadan sizlar unaqa mingtalab bola ololmaysizlar oila bir oyda. O'shaning uchun u o'zini oqlamaydi unaqa kichkina. Havaskorligi bo'veradi. Ularga farqi yo'q. Ular arzondan sotaveradi, foyda qolsa qolmasa, chunki bari ular o'sha baliqni boqyapti, o'sha yemini beryapti, o'sha vaqtini ketkizyapti, ularga qiziq emas. Lekin tirikchilik qilmoqchi bo'lsanglar, oilalarni katta qilinglar. Shunaqa gap. Xo'p, mana bo'shatib oldim. Ozgina bu yerda hozir tirikchilikni baliq sistemasida ozgina ma'lumot berib o'tib ketdim. Men tushungan bo'lsanglar, bu o'sha boshlamoqchi bo'lganlarga bir maslahatim-da mana.
qilib yurgan odamdan maslahat. Endi bu maslahat hamma ham beravermaydi sizlarga. Живой tirik masalaga odam bo'lib turib maslahat beryapman. Hozirgi kunlik holatlardan kelib chiqqan o'sha analiz qilib sizlarga aytyapman shu narsalarni. Xo'p. Hamma ikkala samkalarni tutamiz. Yellovlarda yuribdik, samkalari привозной yellovlar olib kelganman. Shularni hamma samkalari ancha-munchasi ikra olibdi. Xudo xolasa. Slijinkalarda bor, Kobe va Kimpoma retrida hammasini tutib ko'ramiz hozir. Mana bu go'zallikni qaranglar, chiroyliligini, baliqchalarni. Bu mana oldi planda bu anaqa Evrika. Red Flash, Maulana, Orxideyalar. Orxideyalar aytganimdek platinalari ko'p. Shu qopda bo'lganda rozoviga o'xshaydi. Xo'p, uzoqlashma yo'li mana bu anaqani tutganman. Slijinka, katta samka. Og'zini qarayman. Og'zida deyarli malyok ekan shekilli. Bismillah, qani ko'ramiz. Malyok bo'lsa oq idishchaga. Og'zida bor hali ham bolalar qaytib kirib ketyapti. Chakagina ozgina nomiga bostirib, undan o'ynab o'zi chiqib ketadi. Spishkani yoqolmayman hozirda. Qolganimni katta samka baquvvat. Yana chiqyapti, yana chiqdi. Anchadan beri olib yuruvdi. Mana sekin mana qo'yib qo'yamiz. Katta tog'orachada o'sha ikkirasi yoki malyuk olingan samkalarni qo'yamiz. Bu yoqqa mana o'zi suzadigan malyuklarni qo'ysin. Bu yoqqa anu dumi kallasi chiqqan, faqat qorni hali so'rilmagan, yonboshlab yotadi, tipirchilab. Shunaqa malyuklarni, lichinkalarni to'g'riroq qo'yamiz. Bu yoqqa suzib yurganlarni. Hatto bularni o'shalar bilan aralashtirib yuborsa, narigilar, bular anu yonboshlayotganlarni yeb qo'yish mumkin. Chunki bular ovqatga kiradi 1-2 kunda. Xo'p, endi keyingilarni tutib bitta-bitta tekshiramiz. Har gal tut, kamera yo'q, ol. Oson emas, hammasi uchun. Buni qaradim, hozir hali qorni so'rilmagan bolachalariga mana. Pishmagan ikralari ham bor ekan. Yaxshi mo'g'illab ketib, qolgan ikralarni ham o'ldirib yuboribdi. Bunalarga bolalarini yaxshi olib yuradi. Ko'paytirish oson bo'ladi. Bunalarni yellow, slijinka, Kimpoma red demasin, bular hammasi shunga kiradi, avratuslar. Bularni ko'paytirish ancha oson. Ichidan ikralar chiqib ketdi, rivojlanmagan. Bularni ko'paytirish juda oson. Chunki bular o'zi yaxshi olib yuradi ikralarini. Ham bular bir-biri bilan kamdan kam chatishib ketadi. O'zini oilasi bo'lsa, o'zi bilan ishlaydi bular, bir-biri bilan ishlab ketavermaydi. Bular anaqa shu narsaga yaxshi qaraydi. Ana Abunakaraga o'xshab 5 color Orxideya bilan chatishib ketganda bular unaqa emas. Hammasi o'ziniki bilan ishlaydi ko'pincha. O'shanga yarasha ana oila qilib berish kerak, ko'proq uychalar qilib berish kerak edi, o'shanga yarasha. Hop, yaqindan kelgan o'sha привозной yellow samkasi ikra olgan ekan, adashmasam привозной edi. Yaxshi pishmagan ekan, lekin dumkallasi chiqqan. Tog'orachaga qo'yib, ustidan suv oqib tursa, suzib ketadigan baluchalar. Obbo, ana chiqib ketdi. Subhanalloh. Shunaqa. Bitta qo'lda kamera bo'lsa shunaqa. Mana. Ikkalasi olingan balularni yoqib qo'yib turamiz. Yana bitta yellow tutdim. Mana cho'ta chunmay qoldim, og'zida kam ekan. Kira, bunda ham shu sharik holatda dumlari chiqqan malyuklarni mana. Dum kallasi chiqqan.
bunga ozgina oqim qilib bersam, o'sha отсадникka kislorod qo'yib qo'ysa ham, o'sha kislorod aylantirgan havosini o'ziga ham, o'sha suvni oqimi ham bular mo'g'ullab qolmasligi uchun yetadi. Hop, tutishda davom etamiz. Hop, navbatdagi samkamiz Kobe samka. Bu ham shunaqa dumi chiqqan, kallasi chiqqan. Yellowlar nima unaqa kam ikra beryapti desanglar, bular menda endi birinchi marta ishlashga kelgandan beri o'zi yaqinda keluvdi. Hozir yaxshilab boqib olay, ular sostoyaniyasi unaqa yaxshi emas edi, привязной bo'lsa ham. Inshaalloh yaxshi qilib olamiz, boqib. Keyin zo'r ikra beradi. Zo'r deganda ko'p beradi. Hali bor, ko'p baliqlar tutadigan. Havasini tutamiz. Hop. Kimpomaret. Mana bundoq bossanglar o'zi mana. Kirali ko'rinib turadi mana. Dumi yo'q, kallasi yo'q ikrasini. Buni olmaymiz. Solib qo'yamiz sekin. Qaytib tutib olmasligi uchun. Bitta yellowimiz ham shunaqa ikrada ekan, olmadim. Davom etamiz. Navbatdagi yellow tutildi. Orasida kallasi bor. Tayyor baliqcha desa ham bo'ladi. Yaxshi ko'rmadim men. Mana kamera orqali qaradim mana. Tayyor bolachalar chiqyapti. Xafa bo'lmaysizlar, nari-beri video yoqqa-bu qarab qo'yotgan bo'lsa. Chunki bu yoqqa qarayman, kameraga qarayman, xullas ham kundalik ishimni qilaman, ham kameraga olaman. Hozir bolasi bor, qaytib kirib ketyapti. O'zi kichkinagina tam ikra qo'yib yuribdi bular. Bu menimcha mesniydi, o'zimizniki bu. O'sha bitta kichkina samkam bor edi, o'zi bola berib yurardi. O'sha yana bola beribdi. Chiqib qolsang-chi. Mana chiqdi. Xolos uni ham tashladim. Mana shuncha baliqning ichida ikkitasi kirib yuribdi, qo'yandan oldi. Navbatdagi yellow samka. Anaqasi nimalari chiqqan. Deyarli suzib qopti. Suzadigan emas u malyoga, anaqa lichinkasi. Hali qorni bor. Kichkinagina baliq. Yana chiqdi bo'lasi. Endi o'zi ochib qarayirdim, endi hozir ochib qarashga to'g'risi men chiroq tushmayapti, og'zining ichini ko'rmayapman men. Oldin fonarga yoqib olib qarayirdim, qoldimi, qolmadimi deb. Hop, yana qo'yammikan, hozir davom etamiz endi. Serial navbatdagi samka lichinkasi bilan. Mana o'zi bular. Bular hali yaxshi boqilmaganda bu samkalar. Привязной. Ham birinchi marta ishlashib bu yoqqa kelib, o'shanga hali kam bolalari. Bu akvariumga hali ko'nikishmagan ham ortiqcha, o'zi yaqinda keldi. Kelgan bo'lsa 2 hafta bo'ladimi, yo'qmi endi. Yaxshilab semirtirishim kerak, bular java anaqasi edi, ozg'in edi bular. Xohlasa. O'zi shuncha ham semirtirib qo'yganman tag'inam. Shunchalik mana ranglarini chiroyli qilib qo'ydim, xudo xolasa mana. Sap-sariq qilib, qorlarini chiqarib, mana. Bola olib yurgan bo'lsa ham qorlari kirib ketmagan. Uje yaxshi boqib qo'yuvdim demoqchiman, xudo xolasa. Hozir yana qaraymiz. Navbatdagi samkamiz Kobe samka. Menimcha bolalar tayyor edi. Yo'q, qorni bor ekan, mayli, qo'shib yuboraylik. Xo'p, hozir aytaman, qancha tutyapman o'zim. Bilmadim necha minut o'tdi, lekin mana bu tog'orachalikdagi suv menga
уже muzdayroq tuyulyapti akvariumga nisbatan. Tabiiyki, bu yerda hozir abagirevatilar yo'q, o'shani hisobiga suv muzlaydi. To'g'ri chiradi. Bitta qolib ketdi, chiqdi. Shunda mana Kobe'da buni ikkalasi bor ekan, mana olmanmi? Adashmasam, yo'q, bolasini olmanu buni menimcha. Bu tomog'i ish yurgan ekan. Shunaqada qaytib tashlab yuborsanglar, yana qaytib shuni turishingiz mumkin. Tomog'i ish turadi bularni. Ikkalasini olsanglar ham. Mana ko'mli-ko'mlilar. Ranglar, to'qlari, Kobe'ning mollari. Hop. Bitta snijinka qopdi shekilli, yana qaraymiz hozir. Hop, snijinka meni qiynamadi, tez tutildi. Yor bollari uchib chiqyapti og'zidan. Uchib. Torpedaga o'xshab. Ochoq og'zini bollaring chiqmoqchi, ana. Chakigini ham ochish qiyin-da bular bor. Og'zi ham dumaloq bo'ladi, ushlashamg'a ham. Ochmayapti, buni ikki qo'lla ochmasam bo'lmas ekan, menimcha, mana. Chiqar endi. Mana. Chiqarmikan bollari? Mana chiqyapti. Chiq. Mana o'z jimjilog'imni ochib turaman-da, ikkita qo'lda. Osonroq endi hozir bitta qo'lda o'zimcha amalladim. Mana chiqib ketdi bollar. Torpedaga o'xshab uchib chiqdi og'zida. Menimcha bo'ldi-yu. Bitta hozir qarayman yana. Keyin yig'ishtiramiz joyiga qaytib. Qumlarni undan yoyib qo'yamiz-da. Soat 11:39, 20 takan 12. Odam charchadi. Nimaga? Bularni olib bo'lgandan keyin отсадникlarni ham olish kerak edi. Bu yerda отсадникlar bor edi, ish qilib sortirovka qilish kerak. Uni olgandan keyin kattaroq bo'lib ketgan balonlarni ajratish kerak. Отсадникlarni ham bo'shatish kerak, chunki u doim kerak bo'ladi. O'rin-o'rin katta bo'lib ketganlarni tayyor mamliqa razmerlarga qo'shib yuborib, ichidan ajratib, u yoqqa bu yoqqa qilib, mana suz olmaydiganlarni bu yoqqa, suz yurganlarni bu yoqqa, kattaroqlarni akvariumga. Hop, bu yerda 5 colorlar edi, yo akvarium turuvdi, hop bu yoqqa qo'shib yuborish kerak, chunki bu yerda 5 colorlar pastda. Hammasi tegib bekimoga. Shunaqa sortirovkalar bilan ham vaqt ancha ketib qoladi, ko'p. Charchab qoldim bugun. Vaqtli turganman, ertaga vaqtli turish kerak. Xudo xolasa shu ishni bitkizdim, ikralarni oldim, ikra emas, molekula oldim, lichinkalar oldim. Xudo xolasa yaxshi. Rezultat yomon emas. Orxideyalar ham ko'z tegmasin, ketma-ket samkalarim ham ishlash boshlagan, ancha vaqt ishlamishmayapti edi. Mana xudo xolasa endi bu yog'iga mashalloh deb qo'yaylik, ko'z tegmasin. Yaxshi, tinmay ishlashyapti bu yog'iga. Shu bugungi ishimiz tugadi, hozir mana shu mana ko'zlarni oldidan adarib yuboring, mana qo'shib yuboramiz bu yerda balonlarga. Endi hozir atsadnik hozir yuvmayman, ertaga yuvib qo'yaman, tozalab. O'zimni ortiqcha yuvmayman, artib qo'yib qo'ysa ham bo'ldi. Uncha kiram bo'lmaydi. Hop, qolgan yopamiz buni. Mana ikkita atsadnik bo'shadi. Buni haroratiga, suvga adaptatsiya qilyaptim. Bu yerda boshqa akvariumdan ham balonlar bor, mana qora akilar. Asosan 5 colorlar ham bo'lsa kerak ichida. Qora aki 5 color bitta akvariumda bo'ladi. Mana boyga ushaganimizda anaqalar snijinkalar bollari. O'shalar ham mana mashga qo'shib yubordim. Bu yerda ozgina katta bo'lib turishadi. Mamlaqa razmerlarga yetganda bu yerda yiriklarini terib, yana ham katta akvarium ko'chiriladi. Bu yerda razmerlar maydaroqlari qolganda, keyin bular ham ozgina o'sib olganda, balki bir hafta o'tar, balki 15 kun o'tar.
mana shunaqa razmer bu ham katta bo'lib, bu yerda kichkinalar qo'yganda ishqilib qo'shib yuboriladi bir-biriga. Bular ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Hozir bularni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Sababi hozir bularni buyoqqa qo'yib yuborsam, mana bu 3 santimetrlik anaqalar bor, yellow demason, kobelar bor. Bularni yeb tashlaydi. O'shaning uchun bular uzog'i 1 santimetrlik baliqlar, kichkinalari 1.07 santimetr, kattasi 1 santimetr bo'lsa kerak. Bular 3 santimetr, undan ham kattaroqlari bo'lishi mumkin. O'shanga bularni qo'shib bo'lmaydi. Bo'ldi, xudo xolisa bugungi videomiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Men charchadim. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani ishiga omad. Charchamanglar. Men ketdim. Xayr hammaga, sog' bo'linglar.